Assalamualaikum, hörmətli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasiga ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tashqi siyosat jurnalining 29 mart kuni e'lon qilgan xabariga qaraganda, Xitoy dunyoning har qaysi joylaridagi o'z hokimiyatiga qarshi turg'uvchilarga tahdid qilmoqda. Londonda yashaydigan Benedict Rogers 2017-yili inson haqlari kuzatish tashkilotini va Hong Kong kuzatish to'r bekitini qurgandan qisqa vaqt o'tgandan keyin ishga qistirilgan Hong Kongdan kelgan bir parcha tahdid maktubini topshirib olgan. Keyin bundaq maktublar uning onasining uyiga avatilgan. Mart oyidan boshlab tahdidlar texmi ortgan bo'lib, yaqinda Hong Kong soqchisidan kelgan maktubda davlat bexatarligiga xavf yetkazish maqsadida chet el kuchlari bilan maxfiy hamkorlashganligi uchun davlat bexatarlik qonuniga asosan jazolantirildi deyilgan. Rogers Hong Kongga borsa 3 yillik qamoq jazosiga uchraydi ekan. Rogers davlat bexatarlik qonuni bo'yicha nishon qilingan tunji Angliya vatandoshi ekan. Xitoy chet eldagi Uyg'urlar, Hong Kongliklar, Tibetlar, inson haqlari faoliyatchilari va surgunlarni nishonlab, ularga to'r hujumi qo'zg'adi. Beijing o'zidan uzoq chet elda yashayotgan insonlarni kuzatib, ularning oilasidagilarni, do'stlarini tutqun qilish bilan tahdid qildi. Bugungi kunlarda erkinlikka intilgan hukumatga qarshi turadigan har kim Beijingning g'azabiga uchraydi. Rogers tashqi siyosat jurnaliga bergan bir bayonotida Xi Jinping hokimiyatining dunyodagi hurlikka tahdid elib kelganligini aytdi. Ammo Angliya hukumati Xitoyga davomli qarshi turmaydi. O'qituvchilarning payiga tushish uchun Xitoy yolg'iz o'tkazib berish kelishimini imzolashni talab qilib qolmay, dunyo soqchi tashkiloti qatorliq organlarni suiiste'mol qiladi. Tutqun qilinmoqchi bo'lgan o'qituvchining joyini tepish va vaqtliq tutqun qilish uchun qizil tashliq uqtirishni qo'llanadi. Gerçi qizil tashliq uqtirishni qo'llanish Interpolning qoidasiga xilof bo'lsa-mu, Xitoyning chiqargan qizil tashliq uqtirishi 2000-yildan 2022-yilgacha bo'lgan aralıqda 10 hassa ortdi. İdris Hasanning oqibati ko'rsatgandek, Interpol va o'qituvchilarni topshirib berish kelishimlari bir-birini to'liqlaydi. O'tgan noyabrda Xubinjan Interpol ijroiya komitetining amaldori bo'lib tayinlandi. Bundan keyingi vaziyat texmo nacharlashishi mumkin. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bugungi xabarda Yevropa birlashmasi rahbarlari Xitoy hukumatining vahshiylik jinoyatiga qarshi konkurs siyosat tadbirlarini e'lon qilish kerak dedi. Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasidagi mavhum boshliqlar yig'ini 2022-yil 4-oyning 1-kuni o'tkazilmoqchi. Bu Yevropa ittifoqi bilan Xitoy hukumati o'rtasidagi ziddiyat kuchaygan. Xitoy Yevropa ittifoqi organlari va Yevropa tadqiqot organlariga asossiz jazo bergan va Rossiyaning Ukrainadagi urush jinoyatini ayblamagan. Tayvan bilan bo'lgan munosabati sababli Litvaga jazo bergan vaqtiga to'g'ri keldi. İnsan haqlari kuzatish tashkilotining Xitoy ishlariga mas'ul direktori Sofiya Richardson, Yevropa ittifoqining diplomatiya boshlig'i Xitoy hukumatining kishilik huquq va organlarga qarshi qayta qarab chiqish harakatiga ogohlantirish berdi. Bruksel bu tahdidning cho'ngligiga qarata yaqinlashishni ko'zdan kechirish kerak dedi. 3-oyning 18-kuni hukumatsiz 10 tashkilot Yevropa komissiyonining raisi Ursula von der Leyen va Charles Michelga yozgan xatida Xitoy doiralarining insoniyatga qarshi jinoyatlarni o'z ichiga olgan kishilik huquqqa bo'lgan hujumni cho'nqurlashtirganligini, bo'libmi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga, Hong Kongdagi va boshqa davlatlardagi kishilik huquq hududchilariga qarshi zulmni cho'nqurlashtirganligini ta'kidladi. Yevropa birlashmasi bir qism qaratmaligi bo'lgan jazolash va Beijingning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining aloqador qonunlariga xiloflik qilganligini kuchlik ayblashni o'z ichiga olgan muhim tadbirlarni qo'llangan bo'lsa-mu, ammo bu tirishchanliklar ko'rinarli o'zgarish hosil qila olmadi. Kishilik huquq tashkilotlari Michel va von der Leyenni Beijingning dafsanchiligiga qarshi turish uchun texmi ko'p tadbir qo'llanishga chaqirdi. Texmi kuchlik, texmi moslashtirilgan harakatni Yevropa parlamenti qo'llaydi. Yevropa parlamenti Xitoy hukumatining bostirish harakatini qattiq tanqid qildi. Uning qonunga xiloflik qilganligini ko'p qatim aybladi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Yevropa ittifoqining advokati Claudio Franquilla, Michel va von der Leyen agar Xitoy hukumatining hozirgi va kelgusidagi qonunga xiloflik qilish qilmishlarini to'smoqchi bo'lsa, cho'qim boshliqlar yig'inida ayblash bilan qolmay, texmi kuchlik harakat qo'llanishi kerak. Beijingning insoniyatga qarshi turish jinoyati, kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi turish uchun texmi dadil qadam bosishi. Yevropa ittifoqi rahbarlari cho'qim o'zlarining irodasini ifodalash kerak dedi. Kollektiv kimlik tarixning soyasidir. U o'tmishning amonatidir. Uningga o'tmishning tamg'asi besilgan. U hozirning realligida o'zini amaliylashtiradigan va kelgusiga nisbi qilg'ili bo'lmaydigan ma'naviy kapolatidir. Yoki u o'tmishning tuproqlariga ko'milgan,
hozirda baq chiqaradigan va kelgusida meva beradigan daraxtdir. O'tmishdagi har bir muvaffaqiyatlar emas, balki yana uningdagi har bir xatolikmi uning hozirgi va kelgusiga ta'sir ko'rsatadi. U o'tmishdagi ajdodlarning gunohi uchun avlodlari tavba qiladigan va badal to'laydigan yoki tavba qilishga va badal to'lashga majburlanadigan jarayondir. O'tmishdagi ajdodning har bir harakati, o'y-xiyoli, tadbiri va qarori hozirgi avlodning kimligini barpo qiladi. Mushu nuqtadan kimlik ajdod bilan avlod o'rtasidagi mas'uliyat ustiga qurilgan bog'lanishni ko'rsatadi. Shoir Abdurim O'tkirning Iz nomli she'rida ajdod bilan avlod o'rtasidagi bog'lanish mundaq ifodalanadi. Qaldı iz, qaldı manzil, qaldı uzoqda hammasi. Chiqsa buron, ko'chsa qumlar, ham ko'ngilmas izimiz. To'xtamas karvon yo'lidan, garchi otlar bek uruq. Tapqusi hech bo'lmasa, bu izni bir kun nevrimiz, ya evrimiz. Ushbu she'rda ajdod boshlagan, ammo ta hozirgacha oxirlashtirilmagan bir safar bor. Bu safar Uyg'ur mavjudligining mohiyatlik yashash muhiti bo'lgan cho'lda bo'ron chopqinda tirishib-tirmishib, ming bir mushaqqatda asta-asta ilgarilayotgan bir karvonning safaridir. Mazkur safar bir millatning ijodiyatiga qilingan safarning simvollashgan shaklida, ya'ni she'riy shaklda ifodalanishidir. Bu she'rning orqasida shundoq bir ideya borki, ajdodning izini tepish va uni o'chirmaslik uchun avlodlar bu yo'lni davomlashtirishi kerak. Hatto otlar bek uruq, yo'llar bek uzoq bo'lgan taqdirdami. Bo'ronliq tunda ajdodlarning chirg'ini o'chirmaslik, uning izini yo'qotib qo'ymaslik, u boshlagan yo'ldan taymaslik keyingi avlodning va uningdan keyingi nurg'un avlodlarning mas'uliyatidir. Bu mas'uliyat ehtimol toki qiyomatgacha davomlashishi mumkin. Mamtimin Ala apandining Uyg'urlar psixologiyalik urushda nomli kitobidan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.